Nexia'larni terib qo'ydi akalar. Sizlar shu like bosovini o'tirgan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yetti, sakkiz, to'qqizta, 10 ta Nexia sizlar kutyapti. O'zimizni ham xalqni ham qiynamaydigan holatda narxlarni bomba qilib beramiz lekin. Narx pulga ham kreditga ham. Ha. 2500 ga qo'yiladi. Yana mayli 2500 ga so'rayotgan. Lekin aynan shuni rosa ko'pchilik so'radi. 0 dan so'rayotgan aka-ukalarga 0 dan 100% chiqadi. Bunga 15. Kamini qilib beramiz. 2,5 qo'yadi. Uchinchi esa bunisini ham 7,5 mingga qo'ydik, bunisi ham 7,5 ming, bunisi ham 17-chili ham 7,5 yanasini ham. 17 ham 7. Hammasini. Epikalar ham 7,5 dan qo'yaveringlar. Bo'ldi, nima bo'lsa bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun Nexia'larni terib qo'ydi akalar. Sizlar shu like bosovini o'tirgan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yetti, sakkiz, to'qqizta, 10 ta Nexia sizlar kutyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Salomat. Nexia'larga aka, rahmat. O'zingizga Ramazonlari bilan xalq xizmatida. Jup hali ulug' ayyom kunlari bilan assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqindagi musulmon o'ppozimiz aka-ukalarimiz. Mashinalarni juda ham ko'pgina qilib qo'ydik. Endi uni hojaka haligi bugun Nexia'dan boshladim. Sababi Nexia pul topadigan xalqimiz oilani davlatida oilani. Albatta, juda puli yengil. Narxlari ham juda arzonidan, har xilidan kimga qanaqasi kerak bo'ladigan qorasi, mustonmi, oqidanmi, qator mana 15-20 tacha xudo xolasa Nexia'lardan rosa ko'pgina olib qo'ygan. Bundan tashqari rosa ko'plarimiz ham bor. Yili ham har xil qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol. Endi hozirgi bugun endi mana ulug' ayyom kunga haliginaqa o'zimizni qiynamagan holatda bir ro'zog'iz aka-ukalarni ham haliginaqa qiynamasdan nima deydi, ichagini uzadigan darajada qilsa tahorat buzilib qolishi ham mumkin deydi-yu. Buni qilmaymiz aka. Shuning uchun yengil chiroyli o'zimizni ham xalqni ham qiynamaydigan holatda narxlarni bomba qilib beramiz lekin. Narx pulga ham kreditga ham. Ha. Hali har xil baqir-chaqir qilmasdan chiroyli qilib tanishtirib beramiz. Nima dedingiz hozir aka? Bo'laveramiz. Boshqa so'rovni aytamiz. Pasportga, bitta pasportga 12 oylik to'lov deydigan bo'lsanglar, yozsanglar akalar, oylik to'lovni ham общий summasini ham aytib so'rashyapti. Hozir aka ashlarni ham aytib beramiz. Oylik to'lov asosan o'sha summa aytilyapti bu yerda. Oylik to'lov nimaga aytilmayapti deyapti. Oylik to'lov telefon qilishsa aytilyapti. Chunki u beradigan pul bu yerdan demoqchiman, beradigan puldan tashqari yili bor-da aka. Keyin mashina misol 10 ta risk 2000 bo'lsa, misol uchun aytyapman, Nexia'lar 2000 yoki 3000, 4000 har xilda yiliga qarab mashina bozorida ham xuddi shunday. Beradigan pulga qarab oylik to'lov hisob kitob. Oldindan beradigan pulinglarni aytsanglar akalar, shunga qarab 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yilligini hisob kitobini chiqarib bera olamiz. Davlat raqamini syomkada ko'rib turib sizga telefon qilib aytsa bo'ladi. Ha, bemalol davlat raqami bilan aytiladigan bo'lsa, bir-birimizni oldigan fikrga kelib qolmaymiz, narxlari har xil chiqib qolmaydi. Mana shunday qilgan tugaydi deydigan aka-ukalarga bismillah deb nima qilaylik hozir aka? Boshlaylik. Qaysi tomon bitta mashinalarni ko'rsatingchi, qanaqa mashina Nexia'dan boshladi aka, Nexia'dan boshladi. Nexia'dan. Akalar, like podpiskasidan chiqmasin, qo'ldan kelgancha biz kelamiz, qo'ldan kelgancha to'lqin aka narxni bo'lib qo'yadi. Men kelgandan keyin 100 emas, 200 tushirib olaman. Shuning uchun kelaman, sizlar uchun. Like podpiska to'xtamasdan bosib turamiz akalar. Ramazon oyiga bugun chiroyli bir oyga skidka bonus. Savdolar, barakalar so'rayotgan aka-ukalarga barakalar sababi hali har doim bilan ko'p savdolashmayapti-da. Manaqa deydigan bo'lsa, 50 so'm, 100 so'm kami bormi, 200 so'm o'tib berish kerak, boshqa qilish kerak. Shuni qilib, haliginaqa syomkaga ham chiqarmasdan o'zi ham unamayapti. Ro'zani kunida endi xalq xizmati ko'rinmay qo'yaveradi. Ha, ro'zani kunida hali olayotgan odamlar ham chiqarmay qo'yadi deyishyapti. Yengil savdolarni qilib bismillah deb o'zaro haliginaqa o'zimizda bitta egzemplyar, bitta sizda tursa, bitta syomka bizda turadigan. U barakani qo'ymayman deyishayotgani uchun qo'ymayapmiz akalar. Lekin ishimiz to'xtagan yo'q, bismillah deb kelinarada akalar savdolarimiz o'ta go'zal holatda dadadadan. Musofirda yurganlar, agarda siz musofirda pulingiz yig'ilib qolgan bo'lsa, otangiz kelsin yoki aka-ukangiz kelsin. Ko'pchilik yig'ib qo'ydim, lekin o'zim bora olmayapman. Shu oyda boraman. Borguncha mashina narx ko'tarib ketishi mumkin. Akam, ukam boshqa bo'laveramiz deyapti. Bemalol. Dastlabki kelolmaganlar dastlabga bormi? Dastlabga bemalol bor. Uyga olib beramiz, uyga bemalol olib beramiz. Akalar, WhatsApp, Telegram ishlayapti. Avtomat ayol kishilarga, onaxonga, singlimga, opamga, ayolimga deydigan aka-ukalarga ham avtomatlarni ham har xilidan, Cobalt'ni ham har xili, Gentra, Nexus'larni ham har xil assortiment qilib qo'ydik akalar. Bemalol, ha? Bosaveramiz aka, bo'lmasa like podpiska to'xtatmasdan Nexia'larni ko'rsatamiz. Ko'rgan bo'lsanglar akalar $2300 qo'yilgan, 2010-yilda ishlab chiqarilgan
Bunisi 2009-yil ishlab chiqarilgan. Bunisi ham son stramblor, tayyor. Kraskasini petnosi bor deyildi shekilli. Bunisini $4200 ga deyilyapti, nargisi $3300 ga deyilyapti aka. 3300, 4200 He. Bunisi $4200 dan ham dokumentini ichida qilib beramiz. Ichida qilib berasiz. Dokumentini ichida qilib beramiz. Dokumenti ichi qanaqa deganda haligina malol kelmaydigan holatda dokumenti ichida, generalnisi ham ichida, bank rasxodini ham ichida. $300 bonusi bilan aytib ketilyapti. $300 shunda bonus bo'lyapti. Vatanlar naqd pulga. Bunisi $3300 ga bo'laveradi 2010-yil. 158 davlat raqami. Balon holatlari. Boshdan salon holatlari. Chol poli hamma o'tana holat akalar. Mana kisu davlat raqamli mashinamiz. Bu bekilib qopti akalar mashinamiz. Bunisini kraskasi yo 2015-yilda ishlab chiqarilgan, bunisini 55 dan kam yo'q deyilayotgan narsa ekan, 53 ga bari 53 ga dokumenti ham ichida. Dokumenti ichida 53. 766 davlat raqamli mashinamiz. Balon holatlari. Toza deb aytilaveradi. Kraskasi yo'q, toza ekan. Salon holatlari, chol polilar, tana holat ekan akalar. Petnosi bor, xolos, hozirgi kraskasi yo'q desa bo'laveradigan petnosi bor. Rosta kamdan ham bunisini $4500 ga qo'yildi. $4300 ga hisob kitobini chiqaradi. Agar sharoitini aytib deydigan bo'lsa, dokumentini ichida qilib beradi. Buni ham dokumentini ichida qilib beradi. 358 davlat qanday boshlanamiz? Ancha balonimiz bor. Kraskasini so'rayotganlarga petnosi bor, xolos. Mana balon holatlari. Boshdan salon holatlari. Chol polilar tina holatda ekan akalar, yangi qo'yib qo'ydik. Keras, 158 davlat bunday mashinamiz. Tikrilasda kraskasi bor ekan. Ishlab chiqarilgan bunisini $4800 ga beraveramiz. Bunisi 5000 ekan, ononisi ekan. 2013-yil $4800 ga, bunisini $5000 ga beramiz. 91. Bunisi mana 405. 2013 2014 davlat raqami. 2014-yil mashinamiz. 1,5-1800 puli borlarga bemalol chiqaveradi akalar. Salon holatlari. Mashinamiz orqa tarafdan ko'rinishi akalar. 405 davlat raqamli mashinamiz. Balon holatlari akalar. 405 bo'lsa 6. Chol poli hamma yo'g'i tana holatdagi salonlar akkuratning 405. Son stramblor 2009-yil ishlab chiqarilgan, motoriga 50 mingga garantiya deyilyapti. Motoriga 50 mingga garantiya deyilayotgan, bunisini $4,500 ga to'g'ri keladi. Bunisi $3,500 ga to'g'ri keladi. 1.6 bunisi. 1.6 ha uni. Bunisi 2015-yil $1,500 bo'ladigan bo'lsa, tayyor krediti bor. $3,500 krediti bor, $5,000 ga to'g'ri keladi. 967 davlat raqami 30 kartada ekan. Balon Balon holatlari ko'chilar mumkin akalar, yaxshi holatda ekan. Boshdan salon holati, chol poli hamma yo'g'i bor ekan akalar. 316 davlat raqamida boshlanamiz akalar. Balon holatlari. Salon holatlarini ham ko'chilar mumkin. Chol polilari tana holatda ekan. Tayyor banki bor degani. Buni tayyor bank bor-a? Tayyor banki. 4 davlat raqamida boshlanamiz. Balon holatlarini ko'chilar mumkin. Ana akalar salon holatlari. Hali abdor qilayotgan paytimizda
2,5 ming dollarga qo'yuvdi. 2,5 ming dollarga do'stimizga baraka qiluvdi. Endi do'stimiz hisob chiqmayapti ekan, nimaligini o'zi biladi, nimaga hisob chiqmayotgan. Sabab shuncha mashina ko'proq ko'rib qo'yganligami, voqea kelsam mayli deydigan. Qandaydir bunisi yoqmay qolibdi. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 2500 dollarga qo'yuvdi, 2500 dollar yana ketdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa baraka qilamiz. Alloh barakasini bersin. Bu yoqqa bo'lmadi, qoldi o'zimiz. Bu akam bu videodagi o'tgan videoda demak, davlat raqami bilan videosi ham qo'yilgan. 2500 dollarga o'zi qo'yadigan joy yo'q edi, 3500 ga o'zimiz turgan joy edi. 2500 ga qo'yildi. Yana mayli 2500 ga so'rayotgan. Lekin aynan shuni rosa ko'pchilik so'radi. Noldan so'rayotgan aka-ukalarga noldan 100% chiqadi. Dokumentiga o'zingizlar rasvotinglar qilib olasizlar bo'ldi. Bo'ldi. Bizda necha pul bilan kelsin? Endi uni qo'ladigan bo'lsa, primeni aytib qo'ying. mana shunaqa 300 dollar, 300 dollar Bizdan kelangan borda, 300 dollar yetadi, 300 dollar yetadi. Noldan chiqaradi, ha. 2009-yil 2,5 ming dollarga yetadi. 449 davlat raqami deb boshlaymiz. Balon holatlari. Bunisini 5500 dollarga kami bor deyapmiz. Bunisini 7800 dollarga kami bor. Yo'qni qilib beramiz. Yangi ekan, hali bilmabdi, to'g'ri bozordan chiqyapti. Kelar balon holatlari. Mashinaning salon holatlari Tesla monitorlarigacha bor ekan. Chuqur polilarigacha bor ekan. 420 davlat raqamini boshlaymiz. Balon holatlari 4 ta yangi balon bor ekan akalar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Mana salon holatlari. Matiz so'raganlarga. Matizda 2008-yilda ishlab chiqarilgan kapot ustida kraskasi bor ekan. Xolos kecha Nexus 2 ga hojakadan barter qildik, o'zining nomida ekan. 2500 dollarga oldik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 2600 dollarga mana sota olamiz. O'ta balon hadovoy motor korobka o'ta go'zal holatda ekan, 600 dollarga chiqaradigan holat bo'ldi. 600 dollar ya? 600 dollarga to'rtta balon. 213 davlat raqami. 4 ta yangi balongacha bor ekan akalar. Yoshlar salon holatlari. Shkollargacha bor ekan. Mana akalar. 8-yilda ishlab chiqarilgan. Oqidan so'raganlar shu mana shunisi bor. Aka qayo oqi 3300 dollarga qo'yildi, bunisi 3800, bunisini 2,5 million oldi, 2600 dollarga sotamiz. 100 so'm foydasi aytdi. 100 dollarga to'g'ri keladi. Tanıştırıp ötüp getireyim ya. Yo'q, o'tdi. Bunisini 2019-20 kraskasi yo'q, 2020 bunisi ham. Yo 24 mi dekin ama? 20 bu. 20 mi? Bana 2020 bu. Bonus satıldı ha? Bu satıldı. Satıldı. Kaçınız? 197 tur. 7.000 dolardan kamini qilib bera olamiz, hozir ketaveramiz. Olur, nima ne ötüp beramiz? Ötüp beramizmi? Gap yo'q. Labo sonra ekerlerge 2024-25 yıl 66 bin yürgen eken kraskasi yo'q toza 7500 ozgina yo'lni qilib beramiz. Labo akalar 7500 dollarga. Yazlarim bor. Boshlanızi. Salon holatlari yangi turibgan akalar. Manusni 3300 dollarga qo'ydi, 2700 dollarga 2007-yil qo'ya olamiz yana qayta. 620 qo'ydan. 2007-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Kelib mashina test drive qilib Bunisi 2016-17 kraskasi petnosi bor, kraskasi yo'q deb petnosi bor. Bunisini 8300 dollarga qo'ydi, 7700 dollarga qo'ya olamiz.
$7,700 dollar. $7,700 731 davlat raqamidan boshlaymiz. Balon holatlari akalar. Boshlangiz salon holatlari. 731 davlat raqamidan. Bunisi aka. Bunisi 2015-yil 3-paysi, Honamsi ham 15-yil 3-paysi. Ikkalasini ham $7,5 ozgina yo'lni qilib beramiz. Bunisi bo'ladigan bo'lsa $9,000 hisob kitob bo'lyapsiz. $8,500 bunisi 18 ga 19 klaskasi yo'q toza. Top toza 18 $8,500 to'g'ri keladi. $8,500. Bankachi. Banka oladigan bo'lsa $2,500 olsa chiqaradi. 894 davlat raqamidan boshlaymiz. Balon holatlari. Boshlangiz salon holatlari. Chiqib bo'l, hamma yangi ekan akalar. 25 tikan o'sha. Ha, 25 tik. 25 tikan. 379 davlat raqamidan boshlaymiz akalar. 18 ga 19. Kraskasi yo'q, toza. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chiqol bo'lganlari yangi holatda turib ekan akalar. Yurgani 440 ming. 440 ming yurgan ekan. Bu esa 491 davlat raqamidan boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin balon holatlarini. Salon holatlari akalar. Chiqol bo'lgan hamma yangi ekan akalar. 310 ming yurgan ekan. 210 ming kilometr yurgan. Yili necha? 15. Kraskasi? Bunisi 2015-yil ishlab chiqarilgan. Kaç puliydi? 7,5 ga qo'ydik. 7,5 ga qo'ydik. 15. Kamini qilib beramiz. 2,5 qo'yadi. 3-paysi. Bunisini ham 7,5 ga qo'ydik. Bunisi ham 7,5 ming. Bunisi ham 17-yili ham 7,5 anasini ham. 17,5. Hammasini Epkalar ham 7,5 dan qo'yaveringlar. Bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi. Aqli Haligidaqa nima deydi? Mexanikasi ham, avtomati ham 7,5 mingdan keyin qoldi. Tanlab olaveramiz. Tanlab olaveramiz. Hammasi 7,5 dan. 670 davlat raqamidan boshlaymiz. Sizga balonlargacha, balonlar yaxshi holatda ekan. Boshlaymiz salon holatlari akalar. 341 ming yurgan ekan boshlaymiz. 536 davlat raqamidan boshlaymiz akalar. Ular qorasi yerda. Stoplargacha bor ekan. Balon holatlari akalar. Yaxshi holatda ekan balonlari. Chiqol polilarigacha yangi qilib qo'yilgan ekan akalar. $214 davlat raqamidan boshlaymiz. 2017-yilda ishlab chiqarilgan boshlaymiz. Tesla monitorlariga chiqib qo'yilgan ekan, salon holatlari. Chiqib polilar yangi holatda ekan akalar. $799 davlat raqamidagi Epicamiz akalar. Ko'pchilar uchun. Avtomat korobkasi bunisi $7,5 qo'yyordi akalar. Balon holatlari yaxshi holatda ekan akalar. 670 da davlat raqamidan boshlaymiz. Bu yoqqa balon holatlari yaxshi holatda ekan. Boshamiz beki ekan akalar. Bunisi mexanika. Bu bittasi mexanika, bittasi avtomat ular. Bu mexanikachi u avtomat, lekin bunga farqi 7,5. Mana qarang, hoji aka, mana onisi 14-yil, manisi 16-yil. Ikkalasi ham 7,5 mingdan ketaveradi. Kamini yo'lni qilib beramiz. Bu yerga jentralar davlat raqamidan boshlaymiz. Yaxshi balon turibdi. Balonlari yaxshi holatda ekan akalar. Menga Mertrol Boshlaymiz salon holatlari. Chiqol polilar yangi ekan, Mertrollarga chiqib qo'yilgan akalar. Bunda sadni kamerasi ham bor ekan. 462 davlat raqamidan boshlaymiz. Balon holatlari yangi holatda ekan.
salon holatlarni ko'rishinglar mumkin. keraklik. 2,5 ming bilan chiqaradi. 2,5 ming dollar bilan chiqarar ekan ikkalasi akalar. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 7 ming dollarga hisob kitobimiz chiqadi. Bunisi toza kraskasi yo'q. 4,5 mingga qo'ydi, endi bizga bo'ladigan 2,5 ming qo'yib yuboramiz. Uchinchi paytsa, 2020-yil. 2,5 paytsa avtomatik ko'ribki kraskasi yo'q. 4 million 700 ming so'mdan oliy to'lovi 6 oyligi to'langan. 6 oy period ketdi. Gaz, suv, svet hamma yo'g'i bor. Oq qor tagida siz shamolga borib bo'ronga qaytadi. Holiy Moskva, holiy Toshkent deb turibdi. Tekis uchasini 127 davlat raqamlar. 993 davlat raqamli Lacetti-imiz. Balon holatlari yaxshi holatda ekan akalar. Balonlar yumshoq holat, yumshoq balon ekan. Chixol polilari yaxshi holatda ekan akalar. Buni 227 davlat raqamli boshlaymiz. Balon holati to'rtta yangi baloni bor ekan. Avtomat korobka 3-fayz 2020-yil 4,7 mingdan krediti bor. 6 oy to'langan akalar. 3,5 ming dollar bilan bemalol chiqaveradi. 4-paket edi. 1000 kilometr yuradi. Aka monisini 1200 dollarga nomiga nomer pasport hamma yo'q ichida chiqadi. 1200 dollar. 1200 dollar. Yili 2019-yil. Qolganini 2000 dollardan tanlab olamiz. Avtomatik mexanika 20 o hammasidan. Avtomat mexanika ham 2000 dollardan. Bitta mashinasini 1200 dollarga 872 davlat raqamli mashinamiz. To'rtta yangi baloni bor ekan akalar. 1200 dollar bilan bemalol bank chiqaveradi akalar. Mexanika, salon holatlari yaxshi holatda ekan akalar. Ko'rishingiz mumkin. 872 650 davlat raqamli mashinamiz. To'rtta yangi baloni bor ekan akalar. Mashinamiz chixol poli hamma yo'q yangi ekan akalar. Qaysini? 19 olish kerak edi adashmasam. 361 davlat raqamli mashinamiz akalar. Avtomat ekan. To'rtta yangi baloni bor ekan akalar. Chixol poli hamma yo'q yaxshi holatda ekan. Tesla monitorlarigacha bor ekan akalar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qila olasizlar. Davlat raqamli mashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'rishlarimki to'rtta yangi baloni bor ekan. Chixol poli hamma yo'q yangi holatda ekan. Antika ekan chixollar. Polilar. Kelol. 580 tanishtirmay qo'yamiz kelol. Talavolorada 2000. Ha. O PUBG'sini o'ynashib olsin, zarur PUBG bularga. Endi akalar haligidaqa yangiroq tanishtirib, yangiroq ko'rsatib, hali ko'p gapirmasdan shunaqa deyishgan uchun ko'p gapirilmadi. Seriozini chiroyli tanishtirib berdim. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, endi meni kommentariyaga qanaqa yozishinglar endi o'zingizlarda. Endi hali chiroyli tanishtirsak, ko'p gapiryapsan, anday-manda degan uchun men oddiy tanishtirib. Unda sizda muxlislar zerikib qoladi aka. Yo'q, endi mana shunaqa deyishganiga, mana shunaqa qilib ham tanishtirib beryapsiz. Endi anaqa yozish ekaniga ashunga qarab javob beryapsiz. Boshqacha gap yo'q. Endi hali seriozning bo'lib hali sal seryozni jiddiylash, seryozni tanishtirib majmua qilib boryapsan, anday-manda deganiga seriozniroq qilib tanishtirib berdik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like, podpiskalarni to'xtatish yo'q, akalar, kelsanglar qo'limiz ko'ksimizda xizmatdamiz. Telefon raqamlar 90 525 45 45 93 160 99 99 90 700 69 45 45 90 772 55 11. Hammamiz manzillar Andijon, O'zbekiston ko'chani Toshkent stansiyasida savdolarni boshladik. Shu yerda savdolar qilyapmiz. 3D xizmatlarimiz bo'ladigan bo'lsa, Jiguli 0607 Tico, Matiz, qanaqadir Nexia 1, Nexia 2 mashinalar bo'ladigan bo'lsa, barcha xizmatlarimiz bor, bemalol almashtirib beramiz. Hammaga omad, sog' bo'linglar.